2025-yil 30-yanvar kuni mamlakatimiz rahbari tomonidan muhim hujjat O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni imzolandi. Bu hujjat mamlakatimizning ekologik barqarorlik yo'lidagi sa'y-harakatlarini yanada jadallashtirishga xizmat qiladi. Farmonga muvofiq 2025-yilda quvvati 4,5 gigavat bo'lgan yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushiriladi. 785 megavatlik quyosh panellari o'rnatiladi. 225 megavatlik gidroelektr stansiyalari barpo etiladi. Bu choralar natijasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi elektr ishlab chiqarishda 26% ga, umumiy generatsiya quvvatlari tarkibida esa 40% ga yetishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, energiya samaradorligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi bino va uy-joylar yashil bino sertifikati asosida baholanadi. Aytish kerak, bu jarayonda ilmiy tadqiqot markazlari, laboratoriyalar va universitetlarning o'rni katta. Umuman olganda, yashil iqtisodiyot bu nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari va kelajak avlod uchun sof havo va sof tabiat kafolati. Yurtimizda ekologik muammolarni bartaraf etishga va energetika muammolarini bartaraf etishga juda jiddiy e'tibor qaratilgan. Buni quyosh panellaridan, quyosh energetikasidan foydalanishda ham o'z natijasini bermoqda. Ya'ni ko'plab stansiyalar qurilmoqda. Mana shu stansiyalar orqali aholini quyosh energiyasidan olingan elektr energiya bilan ta'minlashga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Buni asosiy sababi birinchidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinadigan energiyalar davlat resurslarini saqlab qolinishiga katta zamin yaratadi. Ya'ni bu resurslarni oqilona foydalanishimizga yana bir turtki bo'ladi. O'sha qayta tiklanmaydigan resurslar, masalan ko'mir, gaz, yoqilg'i energetikasini, neftni oladigan bo'lsak, bu yillar o'tishi bilan kamayib borish xususiyatiga ega. Qayta tiklanadigan energiya manbalari esa quyosh panellaridan foydalansak, demak bu quyoshdan keladigan nurlar butun yer yuziga yetib keladi. Biz o'zimizni davlatimizga tushgan qismini elektr energiyaga aylantirsak ham, bu yerda juda katta biz tabiiy resurslarni tejab qolgan bo'lamiz va ekologiyani asrab qolgan bo'lamiz. Mana shu nuqtai nazardan bugungi kunda Termiz davlat universitetida ham quyosh panellaridan foydalanish, ularning samaradorligini oshirish va quyosh energetikasini qishloq xo'jaligi va boshqa ko'plab sohalarga joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda bu ilmiy tadqiqot ishlari grant loyihalar orqali yutib olinib, ish jarayonlari jadal ketmoqda. Bugungi kunda butun dunyoda ekologik toza energiya manbalariga qiziqish tobora ortib bormoqda. Shulardan biri quyosh panellari. Quyosh panellari quyosh nuridan elektr energiyasini olish uchun ishlatiladigan maxsus qurilma. Ular fotoelektrik hujayralardan iborat bo'lib, quyoshdan tushayotgan nurlarni qabul qiladi va elektr tokiga aylantiradi. Bu jarayon fotoelektrik effekt deb ataladi. Olingan tok avval to'g'ri tok shaklida bo'ladi. Keyin u invertorlar orqali o'zgaruvchan tokka aylantirilib, uylar, fabrikalar va boshqa obyektlarda ishlatiladi, deydi Termiz davlat universiteti o'qituvchisi. Fotoelementlarni yaratishda hozir kunda ko'plab materiallardan foydalaniladi. Birinchi bo'lib eng asosiy material kremniy asosidagi quyosh panellari hisoblanadi. Kremniy asosidagi quyosh panellari hozirgi kunda foydalanish koeffitsiyenti 25% gacha yetdi. Endi bu kremniy asosidagi quyosh panellarini, ya'ni yaratishda, ya'ni asosan fotoelementlarni yaratishda uni ishlab chiqarish jarayoniga biz to'xtalishimiz kerak-da, birinchi navbatda. Ya'ni qanday yasaladi, qanday materiallardan qilinadi. Demak, kremniy biz bilamizki, o'zi kremniy moddasi yer yuzining 29% ni tashkil qiladi va undan demak qayta ishlash natijasida biz mana bunday kremniy monokristallarni hosil qilamiz. Va kremniy monokristallarni hosil qilib, unga demak mana bu ko'rinishdagi kontaktlar olamiz. Va bu o'sha fotoelement ko'rinishiga keladi. Fotoelement ko'rinishiga kelgandan keyin biz unda tayyor fotoelementlar bo'ladi. Ya'ni bularni bir-biriga bog'laymizda quyosh batareyalarini hosil qilamiz. Quyosh batareyalarini hosil qilganda turli xil kremniydan olingan nimalarimiz bor. Demak, o'sha monokristal va polikristal va amortisdan qilingan fotoelementlarimiz bor. Bu yerda demak mana monokristaldan qilingan fotoelementimiz va polikristaldan qilingan fotoelementimiz ko'rsatilgan. Demak, bu yerda asosiy hozirgi kunda ishlab chiqarishda demak monokristaldan yasalgan kremniy asosidagi quyosh batareyalari eng yuqori samaradorlikka ega. Bundan tashqari hozirgi kunda yupqa qatlamli materiallar asosidagi quyosh panellari bor. Endi rivojlanib kelyapti. Peroksid ko'rinishidagi material ko'rinishidagi quyosh fotoelementlari bor. Va ulardan bu materiallar asosidagi fotoelementlar kundan kun rivojlanib boryapti.
va ularning foydalanish koeffitsiyentini ham oshirish. Maqsad o'sha foydalanish koeffitsiyentini oshirish, ya'ni samaradorligini oshirish bizga yuqori energiya beradi. Ya'ni maqsadimiz o'sha elektr energiyaga, ya'ni ekonomik toza, sof elektr energiya olish maqsad bo'ladigan bo'lsa, o'sha maqsadni biz amalga oshirishimiz uchun, ya'ni uning ham foydalanish koeffitsiyenti yuqori bo'lishi kerak, ham yuqori samaradorlikka ega bo'lishi kerak. Demak, bu yerda o'sha kremniy asosidagi monokristal va polikristal batareyalar va fotoelementlar ko'rsatilgan. Bular demak asosiy materiallar hisoblanadi va ulardan biz yuqori samaradorlikka ega bo'lamiz. Hozirda elektr energiyasining katta qismi gaz va neft hisobidan ishlab chiqariladi. Bu esa import qilinadigan gaz va neft mahsulotlariga katta mablag' sarflanishini, xalqaro bozorlardagi narxlar tebranishidan iqtisodiy xatarni ko'paytirmoqda. Quyosh energiyasi esa ichki resurs, bepul tabiiy manba hisoblanadi. Bu import xarajatlarini kamaytiradi, valyuta tejash imkoniyatini yaratadi. Demak, ayni yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borilishi soha rivojiga hissa qo'shadi. Dunyo aholisi ortishi bilan energiyaga bo'lgan talab miqdori ortib boradi. Bu qo'shimcha elektr energiya va issiqlik energiyasi ishlab chiqarishni taqozo qiladi. Bugungi kunda qayta tiklanmaydigan an'anaviy energiya manbalari sifatida issiqlik elektr stansiyalarini misol keltirishimiz mumkin. Ular oldindan ishlatilib kelayotgan bo'lishiga qaramay, hozirgi kunda o'sha yashil energiya tushunchalariga biroz to'g'ri kelmaydigan zararli oqibatlar, ya'ni atmosferada uglevodorod gazlarini ortishiga sabab bo'lyapti. Buni hozirgi paytda yagona yechimi sifatida qayta tiklanuvchi energiya manbalari butun dunyoga rivojlanib bormoqda. Ulardan qisqacha tushuncha berib ketadigan bo'lsam, bizning kafedramizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari laboratoriyasi tashkil etilgan. Bu laboratoriyada talabalar tomonidan har xil loyihalar, har xil qurilmalar tayyorlanmoqda. O'shalar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib ketaman. Ko'rib turganlaringizda, mana bu bakalavr yo'nalishimizda 3-kurs talabalari tomonidan tayyorlangan shamol generatorining sodda maketi. Bular esa quyosh konsentratorlari deyiladi. Qayta tiklanuvchi energiyani asosiy yo'nalishi sifatida quyosh energiyasidan foydalanish tushuniladi. Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya manbalari tashkiloti, ya'ni IRENA ma'lumotlariga ko'ra, kelajak energiyasi sifatida faqat quyosh energiyasidan foydalanish, quyosh energiyasini elektr energiyaga aylantirish, issiqlik energiyaga aylantirish oldi o'rinlarda tutadi. Bu paraboloik quyosh konsentratori hisoblanadi. Bu botiq ko'zguda nurlarni qaytish effekti asosiga qonuniga asoslangan, ya'ni tushgan nurlar uni fokusda yig'ilib katta miqdorda issiqlik energiyasi hosil qiladi va uni fokusga qo'yilgan jismlarni qizdirishga bu energiya sarf qiladi. Hozirgi kunda eng rivojlanayotgan sohalardan bittasi bu fotoelektrik sistemalar hisoblanadi. Fotoelektrik sistemani asosini fotoelektrik batareyalar, ya'ni xalq tilida aytganda quyosh paneli tashkil qiladi. Quyosh paneli bo'yicha laboratoriyamizda o'zimiz iqlimdan kelib chiqqan holda muammolarni yechishga harakat qilganmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, yuqori fotoelektrik batareyani ishlash samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillar bor. Shulardan bittasi yuqori harorat bo'lsa, yana bittasi yuqori changlanish darajasi hisoblanadi. Mana bu qurilmamizda magistr talabalarimiz tomonidan fotoelektrik batareyani sovutishni har xil mexanizmlar ishlab chiqilgan. Bu qurilmamizda esa aynan bizning viloyatimizda juda ko'p ro'y beradigan, vaqti bilan esib turadigan afg'on shamoli deymiz. O'sha afg'on shamoli esganda fotoelektrik batareyani yuzasini chang qoplab qoladi. Bu chang fotoelektrik batareya samaradorligini 40% gacha kamayishiga olib keladi. O'sha changdan himoya qilish maqsadida biz bu qurilmani ishlab chiqqanmiz. Quyosh panellari barqaror kelajak sari qadam. Mamlakatimizda ushbu texnologiyalar keng joriy etilayotgani nafaqat iqtisodiy samara, balki tabiatni muhofaza qilish yo'lida ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda, xususan bizning viloyatimizda quyoshli kunlar 300 kundan ko'p vaqtni tashkil qiladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, bizning viloyatimizda ham fotoelektrik batareyalarni ishlatishda yuzaga keladigan bir qancha muammolar bor. Shulardan bittasi juda yuqori harorat bo'lsa, ikkinchisi bu yuqori changlanish darajasi. Harorat ta'sirida fotoelektrik batareyalarda asosan salt yurish kuchlanishi pasayib ketsa, yuqori changlanish hisobiga undagi qisqa tutashuv toki pasayadi. Bu esa bevosita fotoelektrik batareyani quvvatiga, elektr energiya ishlab chiqarishiga va samaradorligiga ta'sir qiladi. Bu muammolarni qaysidir ma'noda hal qilishda biz bir qancha ishlanmalar ishlab chiqqanmiz.
jumladan fotoelektrik batareyalarni sovutish mexanizmlari, ularni changdan himoya qilish usullari bo'yicha bir qancha tajribalar o'tkazganmiz. Tajribalarimizda shu ayon bo'ldiki, fotoelektrik batareyani 30 gradusgacha sovutganda ham uni samaradorligini deyarli tiklash mumkin bo'ladi. Endi changdan himoya qilish masalasiga keladigan bo'lsak, chang hisobiga fotoelektrik batareyani samaradorligi 40% gacha pasayib ketadi. Biz bu bo'yicha o'tkazgan tadqiqot ishlarimizda fotoelektrik batareyalarni kunduzgi va tungi changlanish darajalarini taqqoslash orqali changning katta qismi namlik yuqori bo'lgan paytga to'g'ri keladi. Bu albatta tungi vaqtga to'g'ri keladi. Ushbu qurilmamiz fotoelektrik batareyani ham changdan ham yuqori harorat orqali samaradorlikning pasayib ketishini oldini olishga qaratilgan g'oya asosida qurilgan. Qurilmada fotoelektrik batareyaga tushayotgan nurlanish energiyasini oshirish uchun qo'shimcha reflektorlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari fotoelektrik batareyani suv yordamida sovutish orqali bir vaqtda o'zida ham elektr energiya ham issiqlik energiya olishga mo'ljallangan qurilma hisoblanadi. Reflektorlarni tungi paytda yopib qo'yilsa, bu tungi paytdagi yuqori changlanishni oldini olishga yordam beradi. Ushbu stendda fotoelektrik batareyadan avtonom holatda foydalanishga mo'ljallangan zanjir keltirilgan, elektr zanjiri. Bunda fotoelektrik batareya, kontroller, akkumulyator va invertor. Invertorni bevosita invertor elektr energiyani ta'minlash maqsadida iste'molchilar bilan jihozlangan. Bu elektr energiyasi ta'minoti mavjud bo'lmagan yoki vaqti bilan uzilishlar ro'y beradigan hududlarga mo'ljallangan sistema hisoblanadi. Dastlab talabalarimizga mana shu oddiy sistemadan boshlab, keyinchalik fotoelektrik stansiyalar va katta quvvatli avtonom fotoelektrik stansiyalarini montajlarini tushuntirib boramiz. Barcha orzu qiladigan kelajak qanday bo'lishi kerak? Toza havo, sof tabiat, arzon va barqaror energiya. Mana shu maqsadda mamlakatimizda bugun yashil iqtisodiyot tamoyillari hayotga joriy etilmoqda. O'zbekiston geografik jihatdan quyoshli mamlakat. Yil davomida 300 kundan ortiq quyoshli kunlar bu tabiatning bizga bergan bebaho ne'mati. Hukumat tomonidan belgilangan maqsad aniq: 2025-yilga kelib, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 26% ga, umumiy generatsiya quvvatlaridagi ulushni esa 40% ga yetkazish. Bu nafaqat iqtisodiy manfaat, balki atrof muhitni muhofaza qilishdagi ulkan qadam. Ilmiy tadqiqotlar bu jarayonning asosiy dvigateli. Bugun O'zbekistonda 10 dan ortiq ilmiy markazlar, o'nlab laboratoriyalar, yuzlab yosh olimlar quyosh texnologiyalari bo'yicha izlanishlar olib bormoqda. So'nggi 5 yilda 150 dan ortiq ilmiy maqola va patentlar yaratildi. Davlat tomonidan 50 million dollardan ziyod mablag' ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarga ajratilmoqda. Yana bir muhim raqam: joriy yilgacha 15-20 ming yangi ish o'rni aynan yashil energetika sohasida yaratildi. Eng asosiysi ekologik samara: 3 million tonna karbonat angidrid chiqindisini kamaytirish. Bu nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa uchun katta yutuq. Shuning uchun quyosh energiyasi bugun biz uchun faqat bir texnologiya emas, bu kelajakning toza nafasi, farovon hayot kafolati va eng muhimi yosh avlodga sof muhit qoldirish missiyasidir. Sir emaski, bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ish faoliyati olib borishi uchun uning ma'lum bir fizik xarakteristikalari talab etiladi va har bir quyosh panelining demak pasportida uning texnik xarakteristikalari, fizik parametrlari bayon etiladi. Endi bizga yaxshi ma'lumki, hozirgi kunda aynan Termiz davlat universitetida olimlari, yosh tadqiqotchilari, magistrantlari tomonidan quyosh panelining samaradorligini tavsiflovchi mana shu hududlardagi mavjud muammolarni, ularni yechimini topishga qaratilgan tadqiqot ishlari bajarilmoqda. Demak, ana shunday tadqiqot ishlaridan bittasi, asosiysi shu joyning geografik xususiyatidan kelib chiqqan holatda mavjud quyosh panellarining samaradorligini baholash usuli hisoblanadi. Bizda o'sha quyosh panellarining pasportida keltirilgan fizik xarakteristikalari ular standart sharoitda olingan, lekin yer yuzining turli geografik mintaqalarida ushbu parametrlar o'zgarib turadi. Masalan, yerning ko'proq, masalan, shimoliy qutbiga nisbatan yaqin hududlarda haroratning past bo'lishi bu quyosh panellarining ishlashining demak effektivligini oshiradi. Lekin shu bilan birgalikda quyosh radiatsiyasining pastligi uning imkoniyatlarini biroz pasaytiradi. Shu sababli asosiy tadqiqot ishining natijalaridan kelib chiqqan holatda O'zbekistonning janubiy hududlarining turli mintaqalarida har bir
hududning geografik kengligidan kelib chiqqan holatlarda qaysi turdagi o'sha fotoelektrik batareyalarning samaradorligini aniqlash asosiy tadqiqot ishi doirasida tanlab olingan. Bu bo'yicha o'sha magistrantlarimiz tomonidan, bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari tomonidan demak tadqiqot ishlari olib borilmoqda va olib borilgan shu o'lchash ishlari natijalari ularning o'sha grafiklari bilan bog'liqlik holatlarida yilning turli fasllarida turli geografik kengliklarda asosiy quyosh panellarining samaradorligini demak o'rganishga asoslangan ishlar hisoblanadi. Bugungi kun talaba aniq, toza havo, barqaror energiya, iqtisodiy samaradorlik. O'zbekiston bu maqsadlarga yo'nalgan yirik islohotlarni amalga oshirmoqda. Quyosh energiyasi nafaqat energetik mustaqillik, balki atrof muhit muhofazasi, yangi ish o'rinlari, ilmiy salohiyatni rivojlantirish, kelajak avlod uchun toza tabiat yaratish demakdir. Ilmiy tadqiqotlar, innovatsion yechimlar, jamoaviy sa'y-harakatlar natijasida yashil O'zbekiston sari qadamlar tobora mustahkamlanmoqda. Har birimiz tabiatga ehtiyotkorlik bilan qarasak, har bir amalimizda ekologik mas'uliyatni his qilsak, bu ishlarda bizning ham hissamiz bo'ladi. Chunki ekologiya bu faqat atrofimizdagi muhit emas, balki bizning hayotimiz, kelajagimiz va farzandlarimizning taqdiri.